...1987 yil Kattaqo'rg'onlik Aziza Shodiyevaning kulib turgan surati Saodat jurnali sahifalarida chop etildi. Oddiy samimiy tabassum orqali butun mamlakat uni tanib oldi. Saodat jurnalida muxbirlar keldi. Meni o'sha yoqqa rasmga tushirganlar. O'rtog'im bor edi, men bilan majlisga qatnashgan borgan, kulib bering degan fotograf. Lekin men xohlamaganman. Men olishini ham bilmaganman. Keyin u ozgina hazil mutoyiba bo'lganda o'shanda keyin men kulib borganman, o'shani muhrlab qolgan ekan. Saodat jurnali qanchadan qancha ayollarni elga tanitgan, taqdirlarga yo'l ochgan nashr ekanini 37 yil avval birgina surat bilan mashhur bo'lib ketgan ayol xotiralari bugun ham isbotlab turibdi. Ko'ylak tiktirayotgan bizani mijozlarimiz kelib, rasmini ko'tarib kelishgan. O'sha paytda 20 yoshda bo'lganman. Endi ismimni aytib chaqirib, "Men shunaqa sizda Saodat jurnaliga rasmingiz chiqibdi" degan. Lekin men ishonmaganman. Keyin u paytda kiosklar bo'laydi. O'sha sotadigan jurnallar bor, o'zim sotib olganman. Keyin hamma hayratda qolgan o'shanda. Endi Kattaqo'rg'onimiz kichkina shahar. Rasmimni ko'rib, sizmi deb hayratlanib qolishganda, endi yosh qiz bo'lganman u paytda. Butun O'zbekistonda tanilib ketdim. Yurtimiz xotin-qizlari uchun yaqin va qadrdon bo'lgan jurnal 1925-yilda Yangiyo'l nomi bilan dunyo yuzini ko'rdi. Davr taqozosiga ko'ra u yorqin turmush O'zbekiston xotin-qizlari deb ham ataldi. 1966-yildan esa jurnal xalqimizga Saodat nomi bilan tanish. Men 1984-yilda G'ofur nashriyotda ishlab yurgan paytimda Zulfiya opam olib kelganlar meni jurnalga. O'sha bo'yicha mana 84 bo'lsa, hozir necha yil bo'ldi? 40 yil bo'ldimi? 40 yildan ham sal oshdi. Har bir davrning o'zining vazifasi bo'lgan. Masalan, Zulfiya opam rahbarlik qilgan davrda u o'sha tiklanish davri, ayollarning ijtimoiy faoliyat maydoniga kirib kelishi, undan keyin Halima opam davrida endi turg'unlik davriga to'g'ri keldi. O'sha oshkoralik davrida endi ayollarning muammolariga yaqin bordi jurnal. O'sha paytda juda ham bir katta ayollarning hayotida bir muammoli voqealar ko'p bo'layotdi. Mana zaharlanishlar, shiyponlardagi bolalarning ustiga hali samolyotda dorilar sepilib, hokazo ayollar o'ziga o't qo'yib yuborayotgan paytlar. Jurnal ayollarning muammolarini jamiyatga bildirish, jamiyatda shunga munosabatni uyg'otish vazifasini bajardi. Endi Oydin opam davriga kelganda mustaqillikning ilk yillari, keyingi yillari, tiklanish yillari, odamlarning mustaqillikni anglash yillari. Ayrim og'ir yillarda 1934, 36 va 1941, 50 yillarda nashr to'xtab qolgan bo'lsa-da, Saodat vaqt sinovlaridan o'tib, bugungacha ayollarimizning sevimli, ishonchli va ma'rifat ulashib kelayotgan nashri bo'lib qolmoqda. Bu jurnalni onam o'qigan, bugun esa qizlari o'qiyapti. Saodat bir oilada 3 avlodni birlashtirgan nashr. U ayollarga qanday yashashni, qolaversa qanday fikrlashni o'rgatdi. Bir asr davomida u jamiyatda ayol so'zining qadrini oshirishga xizmat qildi. Barchangizni Saodat jurnalining bir necha avlod uchun tarbiya manbai bo'lgan Saodat jurnali 100 yillik yubileyini nishonladi. Tantanada jurnalning bir asrlik ma'rifiy yo'li va ayollar hayotidagi o'rni e'tirof etildi. Bugun 100 yil haqida gap ketayotgan ekan, men borinki 40-50 yil oldingi voqeliklar haqida eslayapman. O'sha davrda Saodat jurnali kirmagan xonadan yo'q edi. Men bir kasalxonaga borganimda 10 ta ayol bemor yotgan bo'lsa, o'shan 4 tasini yostig'ini tagidan Saodat jurnali chiqqan. Poyezdda kelayotgan paytida Saodat jurnalini varaqlab kelayotgan ayol erkaklarni ko'rib qolish ham odatiy hol edi. Jurnal, gazetalar xabar yetkazuvchi vosita emas edi. Tarbiyachi, saboq beruvchi, haq huquqini ham ta'minlovchi, ham o'rgatuvchi nashr edi. Yubiley munosabati bilan 7 nafar ijodkor xotin-qizlar mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Jurnal xodimlariga ijodiy rag'batlar berildi. Yurtimizda ma'naviyat va ma'rifatga bo'lgan yuksak e'tibor ramzi sifatida Saodat jurnaliga prezident sovg'asi avtomobil topshirildi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Oybek Mahkamov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.